Assalomu alaykum hurmatli parvozlar. Bugungi videomizda bitta yaxshi jangchi nasldor xo'rozni aynan o'zida qanday qilib bolasini chiqarish haqida bo'ladi. Birinchi navbatda ikkita nasldor qoni toza, bir-biriga begona bo'lgan makiyonlar topiladi. Ularni o'sha biz bolasini olmoqchi bo'lgan xo'rozga qo'shib ochiramiz. Bu juftlikdan chiqqan bolalar bir-biriga o'gay bo'ladi. Ularni inbreeding yo'li bilan yana qaytadan bir-biriga qo'shiladi. Ya'ni birinchi ona makiyondan bitta xo'roz tanlab olinadi, ikkinchi ona makiyondan bitta jo'ja makiyon tanlab olinib, ular bir-biriga qo'shiladi. Ana endi bulardan chiqqan makiyonni biz o'sha boshida aytib o'tilgan jangchi xo'roziga qo'shiladi. Ya'ni o'zini bobosiga. Ulardan chiqqan xo'rozlar o'sha bobosini hamma parametrlarni o'ziga meros qilib oladi. Jang uslubi, ko'zini rangi, xo'rozni o'zini rangi, vesi, xullas hamma parametrlari o'sha yangi jo'jalarga o'tadi. Shu tariqa qon aynimasdan uzoq yillar davomida ushlab turiladi. Negativchilar kommentni bang'illatgani shoshilmay turinglar. Hozir YouTube'ga yoki Google'ga inbreeding deb yozsalaring, shu haqda ma'lumot kelib chiqadi. Biz o'zimiz o'zbeklarga ishonmaydi, lekin yevropaliklarga biznikilar ko'proq ishonadi. Bizni Telegramda ham kuzatib boring. Telegram kanalimizning manzili kommentariyada bo'ladi. O'tib albatta obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.